Aldığım saatlik dersimizde biz EFL'sini asas bu saatlik dersimizden bitirdik. Anladığım olsa konju yücüleneki yani bir şimdi muhim bo'lgandir for for and for endi for degan chog'da bu endi ma'lum bir programmani oldingi dedim endi bu konjugalarni asosli hammasi degandek ma'lum bir shart asosida ma'lum bir doiradagi programmalarni ijro qildi qayta ijro qildi yoki ijro qilish shu shart qurilgan asosida ijro qildi yoki qurilmagan asosida ijro qildi degandek shunda ijro qiladi endi bu forniki alayidligi bo'lsa endi ma'lum bir programmani ma'lum bir belgili qitim sonida ijro qildi belgili qitim sonida endi forniki asosliq shakli bo'lsa for deb bizga anaki tirnoqni ichib berib anaki tirnoqning ichiga 3 tal program cümlesi keldi hamda bu 3 tal program cümlesida birinchi cümlesi nimani bildirdi desak birinchi cümlesi maylimiş forniki icra bo'lsin bo'lmasin for icra bo'lsin bo'lmasin icra forniki kodrayini icra bo'lsin bo'lmasin birinchi cümlesi shu ama icra bo'ldi bu yerga ham qanday shartlarni yozamiz desak bir qism desak masalan fornikiga munosabatlik aylanishiga munosabatlik bir qism o'zgarguvchi miqdorlarni aniqlash yoki bo'lmasa ba'zi shartlarni tushqa qilish deb qo'yamiz ba'zi shartlarni qimmat berilish degandek narsalarni qo'yamiz endi ikkinchisi bo'lsa forniki aylanish sharti mishadagi ikkinchisida masalan oldingi qitim if else'ni ko'rib o'tgandek ikkinchisida bir shart true rost yolg'on tip oladi bu yerdagisi rost yolg'on tip oladi masalan boolean qimmat oladi rost yolg'on tip ya true qo'yadi ya false qo'yadi endi bu yerga true false qo'yadi degan joyda cho'qim bir ma'lum bir tanglik bo'lishi kerak ma'lum bir belgilik ifoda bo'lishi kerak shu joyda ma'lum bir rost yolg'on tip qo'yadi deysiz endi uchinchisi bo'lsa rost yolg'on tip ikkinchisida rost yolg'on tip qurilgan joyda forniki kodrayini ijro bo'ldi qurilmay qolsa bu fordan biroq chiqib ketdi deysiz fordan biroq chiqib ketdi bu ma'ran yo'q ketdi deysiz tuandagi kodlarni davomli ijro qilmoqda degan so'z endi buniki uchinchisi bo'lsa uchinchi ijro jumlasi endi for bir qitim aylanib bo'lgandan keyin kodni ijro rayoni aylanib bo'lgandan keyin kirdi bu yerga bu kod rayonida masalan ma'lum bir oshirma qimmat qilish ma'lum bir qimmatini o'zgartirish shartga munosabatli bir ba'zi qimmatlarni o'zgartish degandek bir qator masalan shu programmalarni yozsak bo'ladi hamda fornikini bir rasm shaklda sizdigan bo'lsak ma bir forniki doirasi desak ma sutrayon bo'lsa forniki shart rayoni aniki ma astrayon bo'lsa hamda forniki kod rayoni hamda bu shart rayoni men deb o'tib ketdim tushki bo'limiz dedik shart rayoni tushki bo'limiz dedik birinchi rayon uch jumla bor dedim shart rayoni ichida 3 jumla bor hamda birinchisi masalan bayatında bütketim for cümleden tarkib topiladi dedim ma'vo yeşil rangli bir forniki kodu bo'lsa masalan kodi ma'vo hamda forniki masalan tuandagisi forniki kod rayoni bo'lsa ko'k siziq qiynoq ko'k siziq ko'rinib kod rayoni bo'lsa ustidagisi forniki sharti bo'lsa masalan forniki sharti bo'lgan bo'lsa ustidagisi endi forniki shu tirnoqni ichidagisi 3 jumladan tarkib topiladi dedim men 3 jumladan tarkib topiladi dedim hamda birinchi jumlasi mayli for ijro bo'lsin cho'qim kiradigan jumla bu endi bu yerga qanday narsalarni yozamiz degan chog'da qanday programmalarni yozamiz degan chog'da bir qism o'zimizniki forniki aylanishiga necha qitim aylanishiga munosabatlik shu narsalarni yozsak bo'ladi munosabatli narsalarni yozsak bo'ladi endi ikkinchisi bo'lsa forniki sharti
Üçüncüsü bo'lsa forniki shartiga munosabatlik yoki boshqa munosabatlik oshirma qimmat bu oshirma qimmat. Endi biri bu tunji kirgan chog'da qanday ijro bo'ldi? Ikkinchi qitimdan boshlab, uchinchi qitimdan boshlab qanday ijro bo'ldi masalasiga kelsak, endi tunji programma mushadan ijro bo'lib kirdi. Mushadan ijro bo'lib kirgandan keyin tunji qitim bu birinchi bosqichni bosdi. Esonda ching tutsin Forda tunji qitim birinchi bosqichni bosdi. Ikkinchi qitimdan boshlab birinchi bosqichga kirmaydi, juma. Programma birinchi bosqichga kirmaydi. Tunji qitim bo'lgan chog'da birinchi bosqichni bosdi. Birinchi bosqichni besib bo'lgandan keyin bu avtomatik ikkinchi bosqichga berib shartni tekshirdi bu. Shartni tekshirdi. Ikkinchi bosqichga berib shartni tekshirdi. Agarda shart qurilib qolsa, mishadagi ma'lum bir shart qurilib qolsa, shartlik tayinlik paytida qurilib qolsa, u chog'da bu kodrayni ijro qildi degan so'z. Kodrayni ijro qildi, mishadagi kodrayni ijro qildi bu. Forniki kodrayni ijro qildi. Baynalik if else niki kodrayni o'xshash forniki o'ziniki kodlari bor. Forniki kodrayni kichik kodlarini ijro qildi. Agarda shart qurilmay qolsa, u chog'da bu Fordan bevos chiqib ketib, Fordan tövündeki kodlarni ijro qildi. Forniki tövündeki kodlarni ijro qildi. Agar birinchi qitimda, masalan, birinchi qitimda shart qurilmay qolsa, bu uchinchisi kirmaydi degan so'z. Birinchi qitimda shart qurilmay qolsa, uchinchisi kirmaydi. Agarda shart qurilib, ma kodni ijro qilib bo'ldi bu, ma kodrandagi kodlarni ijro qilib bo'lgandan keyin bu qaytib ondan keyin 3-shartga bordi bu. 3-qitimliq 3-bir nimasiga bordi, forniki 3-qismiga bordi. Endi 3-qismida men bayatdan deb ketdim, bir qism shartga munosabatli oshirma qimmatlar bo'ladi yoki oshirma ifodalar bo'ldi dedim. Bu endi o'zimizniki shu navbatdagi programmaniki alaylik asosan yozamiz degan so'z buni. Hamda bo'ldi dedim. Bu ma'lum bir oshirma qimmatlarni shartga munosabatli qimmatlarni oshirgandan keyin yoki kamaytgandan keyin buni bu qaytib yana shartga bordi bu. Qaytib yana shartga bordi. Herkes birinchisi ketmaydi, bu ikkinchisi ketadi. Endi birinchi qitim 1 bilan 2 ni besib, 2 qurilib qolsa, kodrayni ijro qilib 3 ga bordi. Ikkinchi qitimdan boshlab 2 kodrayni 3, 2 kodrayni 3 ya, shunda holatda chuglaydi, shunda holatda chuglaydi programma, shunda holatda chuglaydi. Shartni tekshirgandan keyin agar shart qurilib qolsa, o'xshash kodrayni ijro qildi, ijro qilib bo'lgandan keyin bu 3-chisiga bordi, shartga o'zgartirish kirgizdi. Shartga o'zgartirish kirgizgandan keyin davomli shartni tekshirdi. Agar shart ma'lum bir vaqtda qurilmay qolsa, o chog'da bevosita bu kodraydan chiqib ketadi. Forniki hamda asosli ijro bo'lish yo'linishi qonuniyati shunday. Forniki ijro bo'lish yo'linishi qonuniyati shunday. Endi biz o'zimiz ma'lum bir forni ifodalaydi. Navbatdagi yozganimda bir forniki ma'lum bir aylanish nimasini ifodalaydi. Bu aylanish nimasini desam, oldingi soatlik programmalarda men tushundim. Ma chekitbash yolg'iz bir jumlani ifodalaydi dedim. Men yolg'iz bir jumlani ifodalaydi dedim. Demak, ma forni biz aylantiradigan bo'lsak, hozir men mana ichiga ma'lum bir qimmat chiqarib qo'yay. Mana ichiga masalan a degan bir qimmat chiqarib qo'yay. Masalan, kod ijro bo'lamdi, bo'lmamdi degan joyda navbatda ijro bo'ladi, koda ijro bo'ldi. Qaraydigan bo'lsak, bu to'xtamay ijro bo'lyapti-da, qaraydigan bo'lsak, bu to'xtamay ijro bo'lyapti. Men uni tirnoq nimasi qaraydigan bo'lsak, bu to'xtamay to'yinga tushib ijro bo'lyapti-da. Endi bu nima sababdan degan joyda buni qanday to'xtamay deganda to'xtasak, bu nima sababdan degan joyda qaraydigan bo'lsak, ma'lum bir ijro hech qanday shart yo'q-a. Hech qanday shart yo'q vaqtida buni forni qurilgan deb qaraydi. Demak, eng muhimi ikkinchi sharti, buniki eng muhimi shu umum shartniki ikkinchi sharti. Forniki aylanmaslik, masalan, aylanish degan chog'da shu o'zining kodni ijro qilish qilmasligi buniki ham bir ikkinchi shartga bog'liq, ikkinchi shart qurilsa, bu ikkinchi shart ikkinchi jumlasi qurilgan bo'lsa, mishadan true qaytgan bo'lsa, bu yerda for kodrayni kodni ijro qildi degan so'z. Bunda holatlardan ham shunqan deb qo'yamiz-ku, buni o'lik programma deb qo'ysak, ham o'lik holatga aylanadi bu. Bunda programmalardan ham keyin program saqlanishimiz kerak biz. Hamda forniki masalan ishiltish doirasi, masalan, qanday yerlarda ishiltimiz degan joyda, forniki masalan qanday yerlarda ishiltimiz degan joyda biz ma'lum bir sondan biz uchurni o'qib oldik. Masalan, uchurni o'qib olgandan keyin
Endi bu uçurlarni biz ma'lum bir tor betning yuziga yoki betning yuziga qatoq qilib chizib chiqarmoqchi, biz birdan chizib chiqarmoqchi. Endi bu uçurni o'qib olgan chog'da bu sondandagi uçur ma'lum bir masalan shuzu shaklda yoki bo'lmasa shundaq list shaklda qaytadi, bu list shaklda qaytadi. Qaytgan chog'da endi mushlarni qanday o'qiymiz degan chog'da mush for orqali yoki bo'lmasa while orqali ma'lum bir shartni qurib bunga masalan mush listniki hammasini o'qib bo'lgandek umumiy aylanma qitim soni listniki mushadagi tizimlikniki sondan kichik bo'lsin degandek shart orqali bularni tizib chiqirmiz, birdan tizib chiqirmiz. For ham qaraqa holat ostida shundaq ma'lum bir uchurlarni aylantirib o'qish barliq uchurlarni hamda o'qish, o'qib elish yoki chizish deganda qatorlarda ishlatadi, qaraqa ishlatadi. Masalan, xabar tizimliklarini chiqarish degan joyda shunday yerlarda ishlatadi. Endi forniki biz bayatda deb o'tib ketdik, diqqat qilish tegishli shart narsa bor deb, men diqqat qilish sharti bor. Birinchi forniki shu sharti alayda muhim, bu sharti alayda muhim. İkincisi forniki aşırma kıymeti. Endi forniki shu shartiga shu jumlasiga alohida diqqat qilishimiz kerak. Va birinchi jumlasi men dedim forniki bosqichida tunji qitim for kirgan chog'da ijro bo'ldi. Tunji qitim kirgan chog'da ijro bo'ldi. Anandiki ijro bo'lmaydi, ikkinchi qitimdan boshlab ijro bo'lmaydi. Mana endi forniki ijro bo'lmasligini bildiradigan sharti, mana sharti bo'lgan chog'da masalan men hozir navbatda masalan ay 0 dan boshlansin dedim, ay 0 dan boshlansin, ay kichik bo'lsin 100 dan dedim, ay kichik bo'lsa 100 dan dedim. Hani üçüncüsüde ben aydan birini aşıyordum, ben ay cacani aldım saatlik derslerde bir söz degan, caca eliş koşuş diyorlar. Ben üçüncüsüde mesela for icra bu mesela kodrayne bu ifniki opmoq şeşe. Bu ifniki eğer köp kurulap kalsa çok o mesela tırnak içi alamaz, tak kurulap kalsa hem de mor mesela kütük altıda özünün kiyindiki bir kurne mesela özünün kodrayındaki kur deb qaraydi, bu kodrayındaki kur deb qaraydi. Agar tırnak almasa, hech qurdan ortiq bo'ladi tırnak almasa. Mana endi kodrayni ijro qilib bo'lgandan keyin 3-qadamda mana rayon kirdi, 3-qadamda mana rayon kirdi, aynan qilgan birini oshirdi. Men hozir bir masalan 0 dan boshlab, 99 gacha bo'lgan sonlarni chiqarib boqay, masalan 0 dan boshlab 99 gacha bo'lgan sonlarni chiqarib boqay. Qaraydigan bo'lsak, mana ustiga tortadigan bo'lsak, masalan 0 dan boshlab 99 qitim ijro bo'ldi. Shu bir qurur deyman, masalan 100 qitim ijro bo'ldi degan so'z. 0 dan boshlab 100 qitim ijro bo'ldi degan so'z. Masalan biz xabar tizimidagi barliq xabarlarni ilib oldik, masalan 100ni chiqaramiz desak, bu joyda biz 0 dan boshlab bunday yozsak bo'ldi. Mishaga masalan soniga 100, bundan har qitim masalan xabarniki, masalan xabarlar degandan keyin masalan 100-chisini al, oyingisini al deb bunda chizib chiqarsak bo'ldi degan so'z. Navbatda bizniki ham unda uni keyingi programmalarda biz shu Android krasini tushgan chog'da shu chog'da ko'ramiz. Hamda forniki hamda alohida diqqat qilgan yerimiz yana deb o'tib kelsak, shu ikkinchi sharti bu. Masalan, keyin programni yozgan chog'larda bu alohida diqqat qilib nurg'un shartlar keladi bu yerga. Balki bu yerga hamda ko'p holatda shunday oldin qitim dedim, logikali ta'limlarni yoza olamiz. Masalan, ay 100 dan kichik hamda ay masalan 2 ga butun bo'linadigan bo'lish kerak desam mana, ay 2 ga butun bo'linadigan bo'lish kerak desam qaraydigan bo'lsam mana. Masalan, ay 0 chiqadi, bu 0 chiqadi. Nima desanglar bu qaraydigan bo'lsak, birlik qitim aylandi degan so'z ham, birlik qitim aylandi. 0 bo'ldi, 0 100 dan kichik ham 0 ni 2 ga qoldiqini olsak, 2 ga qoldiqini olsak 0 chiqadi demak. Bu qurildi. Ikkinchi qitim yerda masalan men chiqarib bo'lgandan keyin program menga keldi degan so'z, ayjajaq keldi. Ayjajaq kelgan keyin ayga birini qo'shdi, bu birini qo'shib anadiki masalan birini qo'shib bo'lgandan keyin bu ayga birini qo'shib bo'lgandan keyin bu avtomatik mashartni tekshirdi, mana bir shatrayni tekshirdi. Shatrayni tekshirgandan keyin bu yerda qaraydigan bo'lsak 1 100 dan kichik oldidagisiga qurildi. Mana hamda belgisi har ikki shart qurilgan chog'da anandiki true belgisini qaytirdi degan, ham oldingi soatda true'ni qaytirdi degan. Demak, mana masalan 1 ni 2 ga butun bo'lgili bo'lmaydi, bir qoldiq qoladi-ku, unda butun bo'lgili bo'lmaydi endi.
Bütün belgili bo'lmagandan qaraydigan bo'lsak, unda bo'lsa mana shart qurilma degan so'z. Shart qurilmagandan bu avtomatik Ford'dan chiqib ketdi, bu Ford'dan chiqib ketdi avtomatik. Ford'dan chiqib ketdi, shunga men bu yerga qaraydigan bo'lsak faqat 0 chiqadi. Endi men bu yerga masalan, men bu yerga teng emas 0 ulab qolsa desam-chi. Teng emas 0 ulab qolsa bir qitim aylanadi, bu 0-chiga uchirgandan keyin men bu yerga unda olsam, masalan 1 ni qo'yib qo'ysam, masalan 1 dan boshlangan teng emas 0 bo'lsam bir qitim aylanadi mana. Ama şuna qo'shish müşahidlik şartlari alohida muhim. Ba'zi bu son to'liq chiqmadi unda masalan for to'liq aylanmadi degan chog'da birinchi ulab tekshirdik emas. Dastlabki boshlangan qiymatga qanchadan qanchacha anandiki tekshirish. Ana shu nimsi masalan sharti anandiki oshirma qiymati degandagi masalan buni diqqat qilganimiz birinchi shart bilan eng oxirgi shart masalan ma'noda 90 100'ün çıkamaydı. Nurgun balla 100'ün çıkır dep qaraydı mıydı? Dikkat qilmasa 100'ün çıkır dep qaraydı. Milletden maaş şart 100'den kichik degan söz 100 bo'lib qolsa 100 ga teng bo'lib qoldi, mana shu qurilmaydi degan söz. Shuning uchun 100'ün chiqamaydi. Mana shunday yerlarga biz alohida diqqat qilishimiz kerak. Endi biz ham ish program yozgan chog'larda masalan, ya'ni forniki qanday alohidlikka batsak ham shu ma'lum shartlarni bu yerga yozmay boshqa yerga yozsak bo'ladi, boshqa yerga. Masalan, mana kod rayoniga yozmasa, chuqundagi shu kod rayoniga men yerga yozsam bo'ladi degan so'z. Ham shu yerga yozsam ayna qimtin bir narsa. Meni quruq qo'ysam bo'ladi degan so'z. Ammo bu yerda quruq qo'ymadan bu yerda bir quruq jumla bor degan so'z. Bir qitim quruq jumla bor degan so'z. Qaraydigan bo'lsak, bu o'xshash ikkisi bayatda ashyaga yozganam bilan ashyaga to'nga yozganam o'xshash. Endi men birinchi shartimiz shunga o'xshash. Birinchi shartimiz shunga o'xshash. Ayni men yuqorida belgilab, masalan, yuqorida belgilab tuvanda ishlatsam bo'laverdi degan so'z. O chog'da shu ayniki masalan mayraynocha qimmat ko'rsatish nimasi mayrayon forma ichida emas degan so'z. Ayniki qimmat ko'rsatish forma ichida emas. Ama faqat shart kelaman belgilab qo'yib qolgan ikkisini quruq qo'ysam bo'ldi degan so'z. Bu yerda men biz ko'rib o'tdik, unda shartni quruq qo'ysak ham bo'ladi. Lekin shartni quruq qo'yib qo'ysak, for menga aylanadigan for bo'lib qoldi. Menga aylanadigan for bo'lib qoldi. Shu chog'larda biz qanday qilamiz endi? Masalan, forniki masalan, kod rayoni masalan 5 quruq bo'lgan bo'lsa, masalan, forniki kod rayoni masalan 5 quruq bo'lgan bo'lsa, masalan 5 quruq bo'lgan bo'lsa, ba'zi chog'larda biz masalan ma'lum bir masalan 52 kelgan chog'da 52 biz to'liq ijro qilib 50 dan keyin masalan biz ma oldidagi ikki qurilma ijro qilib anadan keyin bitta Forddan chiqib ketamiz masalan Fordni tugatamiz masalan agarda masalan ma'lum bir shartimiz qurilgan asosda endi hozir masalan ay 1 ay 2 ay 3 ay 4 ay 5 deya mana bir birinchi ay ikkinchi ay beshinchi oyda masalan mana bo'lgan chog'da uchoqlarni biz qanday qilamiz degan chog'da men oldingi soat so'zlab o'tdim endi konjuyini ichida qaraydigan bo'lsak break deb bor masalan break deb bor endi break degandan keyin biz bu yerda to'g'ri tarjimasiga qarab baqadigan bo'lsak buniki masalan to'xtash to'satdan o'zgarish degandek ma'nolar bor ekan bunda to'xtash to'satdan o'zgarish degandek ma'nolar bor. Demak bu endi break deganda biz qo'yish orqali bir aylanayotgan forni biz aylanayotgan forni to'xtata olamizga degan ma'no chiqadi. Endi bo'lsa break jumlasini qanday ishlatamiz? Break jumlasini biz qanday ishlatamiz? Break jumlasini qanday ishlatamiz deganda to'g'ri ko'rib o'tamiz. Endi breakning to'liq ma'nosini tushunish uchun ham program jarayonida ma'nosini tushunish uchun to'g'ri bir program yozdim. To'g'ri bir program yozdim. Buni qaraydigan bo'lsak endi masalan ay 1 ay 2 deb ay 5 kishi masalan 5 oy deb bir qitim oyni chiqardi ekan, bu oyni chiqardi. Endi bayatdan ko'rib o'tdik ham üstüdük rayonni biz ko'rib o'tdik. Üstüdük rayonni ko'rgan chog'da bu 100 qitim aylanadigan program edi. 0 dan boshlab masalan hozir 99 qitim qo'y masalan 99 qitim. Men bunda kichikka kitam desam bu hozir 100 qitim bo'ldi. Nimga desek bayatdan biz 0 dan boshladik. Endi 1 dan boshlashda bu hozir 100 qitim bo'ldi. 100 qitim aylanadigan program edi. Endi bu programni biz endi ijro qilib ko'rib baqadigan bo'lsak, qaraydigan bo'lsak, men arliqqa endi forniki ma kod rayoni ma forniki masalan men yerga endi for deb qo'yay. Endi for degani men demiş kodniki forniki masalan kod rayoni men yerda masalan start for deb qo'yay, masalan start for deb qo'yay, masalan forniki kod rayoni men yerda degan so'z. Endi
Mana qaraydigan bo'lsak, bu forniki kodrayni qaraydigan bo'lsak, mava endi 100 qitim chiqsa, 100 qitim chiqib degan so'z, mana 100 qitim aylan, nech qitim aylansa, har qitim aylanishda cho'qim birinchi ulab chiqirdi degan so'z mana. Endi men yer qaraydigan bo'lsak, bir shart bor ekan, shart bor ekan. Shartda endi qaraydigan bo'lsak, agarda oy 50 dan kichik bo'lib qolsa, mana 3 chiqadi dedim mana. 50 dan kichik bo'lib qolsa, mana 3 chiqadi. Undaq bo'lmay qolsa, masalan, misherik oshirim qiymat oy undaq bo'lmay qolsa, kod 1 deganni chiqarib, andan keyin break qilyapti dedim. Break qilyapti dedim. Andan keyin bu if else niki kodi tutgandan keyin sen ma kod 2 deganni menga chiqarib berdi dedim. Kod 2 deganni menga chiqarib berdi dedim. Endi men buni ijro qilib ko'rib boqay, buni ijro qilib ko'rib boqay men. Ijro qilib ijro natijasi qaraydigan bo'lsak, bu birdan boshlab masalan chiqarib keldi. Ustiga tortilgan bo'lsak, birdan boshlab har qitimda masalan 1 dan 5 chiqadi, mana 2 dan 5 chiqadi, kod 2 chiqadi, bu kod 1 chiqamidi. Kod 1ni nimishga desanglar, ay hemen mesela 50 ma aytan hozir 2 bo'lgandan keyin bu qurilmaydi, ma'shat qurilmagandan keyin ma'shat quriladi, ma tuvandagi else qurilmaydi. Else qurilmagandan keyin ma'raning kirmaydi degan so'z. Bu endi shunday qarab biz 49 50 qarab qo'yamiz. 50 kelgan chog'da shart qurilmaydi. Shart qurilmagandan keyin ma birinchi ikki jumla mayli shartning ustidagi jumla bo'lgandan keyin bu forning kodi ijro bo'lgan zamonda ham ko'rindi degan so'z, mana chiqadi degan so'z. Endi qaraydigan bo'lsak, bu kod 1ga kiribdi, bu. Demak, mana 50 bo'lgandan keyin 50 dan kichik degan shart qurilmaydi, bu yerdan. 50 da masalan, bu yerda ay teng 50 bo'lganda, ay kichik 50 deganimiz qurilmaydi. Qurilmagandan keyin qaranglar, men yerda qurilmagandan keyin dasbat if else niki alaydigan asosan bu else ning ichidagi kodni ijro qildi, else ning ichidagi kodni ijro qildi. Else ning ichiga qaraydigan bo'lsak, birinchi kod bilan mesela kod 1 degani chiqadi, bu kod 1 ni chiqargandan keyin bu break uchirdi, break niki bayatdan alaydigan men deb o'tib break degan fordan atlab chiqib ketdi, o'ziga tava bo'lgan fordan atlab chiqib ketdi dedim. Şu oyoqlashtirdi forni, mayli shart qurilgan bo'lsin yoki qurilmagan bo'lsin, shartni oyoqlashtirdi dedim. Shartni oyoqlashtirdi dedim. Bundan qaraydigan bo'lsak, endi break ostidagi kod 2 degan chiqmabdi. Demak, programma mishe kamit degan so'z. Bu breakniki alaydiligi masalan, breakniki alaydiligi, masalan, birinchi alaydiligi o'ziga tava bo'lgan fordan atlab chiqib ketdi. Ma o'zini ishiga olgan fordan atlab chiqib ketdi bu. Hargiz mana sirtida bir for olib qolgan bo'lsa, shu fordan atlab chiqib ketmaydi. Bu faqat o'ziga tava bo'lgan fordan atlab chiqib ketdi. O'ziniki for tava bo'lgan for code randan atlab chiqib ketdi. Endi buniki ikkinchi bir alaydiligi bo'lsa, break uchirilgan yerdan boshlab töniga for o'ziniki for tava o'zi tava for kod rayoniki break uchirilgandan keyingi tuvan tarafdagi kodlarni hech qaysini ijro qilmaydi. Ijro qilmay bevosita atlab chiqib ketadi. Bunda u deganim nima desanglar, ma break uchirilgandan keyin kod avtomatik mishaga ijrolab miya kelib ketadi deysizlar. Miya keldi deysizlar. Bu miya kelgandan keyin yoki bo'lmasa bu atlab miya kelib ketmaydi, hargiz miya kelib ketmaydi, bu uchinchi shart kelib ketmaydi. Bu biroq forni masalan mayli shart qurilgan bo'lsin, qurilmagan bo'lsin, bu fordan biroq atlab chiqib ketadi degan so'z. Breakniki ma'nosi forni oyoqlashtirish, biroq oyoqlashtirishmi, forni biroq oyoqlashtirish. Ma'ni keyinda continue deb bir narsani o'rganamiz, u bir qitimliq program forni mush qitimliq aylanishni oyoqlashtirish. Bu ikkisiniki alohida farq bor. Break deganimiz forniki biroq oyoqlashtirish. Bu chaqda masalan forniki shartidan yana 50 tal qilib qolgan bo'lsa-mu, 50 ni ijro qilmaydi degan so'z. Continue deganimiz masalan 50 ijro qilib 50 tal keldi. 50 tal kelgandan keyin bu 50 tal kelgandan keyin bu 50 masalan 50-niki continue uchirilgan yerdagi keyindagi kodlarni ijro qilmaydi. Bu break bilan continue'niki ijro qilmaslik darajasiga o'xshash. Lekin break deganimiz forni biroq oyoqlashtirdi. Continue deganimiz shu qitimliq aylanishni oyoqlashtirdi. Hamda breakniki asos qolaydiki musha, breakniki masalan forni biroq oyoqlashtirdi.
alay tutib olsa qo'lda o'z tava bo'lgan nima o'z tava bo'lgan forni hargiz bu o'zniki masalan mana sirtida bir for bo'lsa masalan ichki forni chentov qilib ishiltishlab qo'ymaydi unda bo'lsa u sirtidagi fornimi oyoqlashtirmaydi faqat o'z tava bo'lgan forni oyoqlashtirdi o'z tava bo'lgan forni oyoqlashtirdi bunga ishiltish doiralarini men boyatim deb berdim masalan biz xabarda 100 tal bor faqat 10 talni chiqarmoqchi bo'lib qolsak unda yoki bo'lmasa shartni o'zgartiramiz nima bu bir xil usul yoki bo'lmasa shunaqa agarda birdan chiqarib 11-chiga kelgan chog'da biz breakni ishlatsak bo'ldi degan so'z breakni ishlatsak bo'ldi degan hamda biz yana birisi bo'lgan boyatim deb o'tib ketgan continue'ni yuz baqalaymi menga continue'ni yuz baqalay continue'ni yuz baqalay continue'ni yuzishdan burun men bayon qilganda şu continue'niki inglizcesini men topayım. Continue'niki inglizcesini. Continue'ni inglizce qaraydigan bo'lsak, bo'ladi. Continue'ni inglizce qaraydigan bo'lsak, davomli uzluksiz davomlashtirmoq, davom qilmoq, bo'shashmaslik degandagi misollar shunday ma'nolar borki, endi davomlashtirmoq, davom qilmoq. Bu davom qilmoq nimaga deyilgan desak, musha masalan continue'niki qaraydigan bo'lsak, continue'niki alohidligini men bayatni bir qo'sh so'z aytib bu mushu qitimliq oyinlashni oyoqlashtirib degan so'z. Mushu qitimliq demak continue'ni keyingi kodlarning hammasi mush for doirasidagi masalan keyingi kodlarning hech qaysi ijro bo'lmaydi degan so'z. Bu bevosita endi bu bevosita nakida continue'ni yozgan zaman bevosita nakida desak bu 3-chi qitimliq 3-chi forniki 3-chi qimmat oshirish yuzasiga ketadi, mishaga ketadi. Mishani ijro qilib bu davomli turda shartni tekshirib bunda kirdi degan so'z. Davomli turda shartni tekshirib kirdi degan so'z. Kod ishkini chiqarmaydi degan so'z. Endi ma'noda masalan ma programni alohidligi qanday bo'ldi deydigan bo'lsak, ma programni alohidligi qanday bo'ldi deydigan bo'lsak, continue'ni yozgan zaman masalan 50 dan kichik vaqtida kod ishkini ham chiqdi, kod ishki to'liq chiqdi. 50 dan cho'ng bo'lgandan keyin kod 1 chiqdi, kod ishki chiqmaydi. Nimishga desanlar continue bo'lgandan keyin kod 1ni chiqarib bo'ladi, mush qitimliq masalan bu joqda programningki doirasi ma'rayinli bo'ldi degan so'z. Ammo to'yindikisi programning doirasi bo'lmaydi. Mush qitimliq oynanish tugaydi degan so'z. Forniki mush qitimliq oynanish tugaydi. Shuni ijro qilib bo'lgan bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, mana 50 gapiray, mana masalan 46 47 da hammasida masalan kod ishki bor degan so'z. Demak program nega ijrolab keldi degan so'z. Bo'lmagan bo'lsa bu chiqmaydi. Masalan 48 dan bor 50 bo'lgandan boshlab qaraydigan bo'lsak, kod 1 bor, kod ishki yo'q, kod 1 bor, kod ishki yo'q. Demak bu program bu kamidi degan so'z, bu kamidi degan so'z. Qaraydigan bo'lsak, kamidi degan so'z bu. Nimaga desanglar bu shu masalan 50 dan cho'ng bo'lgandan keyin else-ni chiqirdi, bu kod 1ni chiqarib continue, continue bo'lgandan keyin masalan programniki avtomatik ijro qilishimizni masalan yo'linishi avtomatik miyaga to'g'rilib ketadi, bu qaytib mishay ketadi degan so'z, uchinchi shartga ketadi degan so'z. Endi continue bilan breakningki asosiy qoladiliklari musha continue bilan break. Buni hamda davomli programni yozish jarayonida, nurg'un qitim ishiltish jarayonida, amaliy misollarni qo'llanish jarayonida ko'pchilikniki davomli pishiqlab menishni mumkin. Bu continue bilan breakningki asosiy nimasi mush programda fordan biroq chiqib ketadi. Fordan biroq chiqib ketadi. O'zniki forniki kod rayonini biroqla for tugaydi. Mayli shart qurilgan bo'lsin, qurilmagan bo'lsin, for biroq tugaydi degan so'z. For biroq tugaydi. Ham bu shu o'zining keyingi kodlarini hech qaysini ijro qilmaydi. O'zi uchirgandan boshlab kodlarni hech qaysini ijro qilmaydi. Ham for doirasidagi kodlarni hech qaysini ijro qilmaydi. Ham continue bo'lsa kodni ijro qilish doirasi masalan breakga o'xshash. Lekin buni tugatadigan shu qitimliq forniki shu qitimliq aylanishi. Masalan for 100 qitim aylandi desak, ichiga 50 qitim masalan 50 qitim continue'ni yozgan bo'lsak, masalan 50 qitim, demak u 50 qitim aylandi degan so'z. 50 qitim aylandi. Breakdan bir qitim yozgan bo'lsak, masalan 5-siga borganda breakdan bir uchirgan bo'lsa, demak 100 qitim asli 100 qitim aylanish deyilsa 5 qitim aylandi degan so'z. 5 qitimli aylandi deymiz. Endi break bilan continue'ga asosiy alohidaliklari musha. Endi bugungi darsimizni xulosalaydigan bo'lsak, bugun asosiy so'zlagan darsimiz forni hamda asosiy masalan ma'lum bir shart asosida ma'lum bir doiradagi programmalarni qayta ijro qilish, ma'lum bir program doiradagi programlarni qayta ijro qilish. Endi bunida shart qanday bo'ldi desak, forniki hamda yozilish alohidligi musha, yozilish alohidligi mushkila. Birinchisi masalan mayli for ijro bo'lsin, bo'lmasin cho'qim kirdi,
cho'qim kirdi. Ikkinchisi bo'lsa forniki ijro bo'lishiga shart ya. Ikkinchisi bo'lsa forni ijro bo'lishiga shart. Endi uchinchisi bo'lsa for ikkinchi qitim, birinchi qitim ijro bo'lib, ikkinchi qitim kirgan chaqda shartga munosabatlik oshirma qimmat ilib berilgan kod rayoni, oshirma qimmat ilib berilgan kod rayoni. Endi bu forniki endi kod rayoni qanday bo'ldi desak, bu oldingi soatlik so'zlagan if else'ga o'xshash, if else'ga o'xshash. Agarda biz tirnoq ichi masalan 2 dan ortiq, 2 qurdan ortiq, 2 dan ortiq, masalan 2 qur deganimiz qanday desanglar, ma'vo masalan 2 jumlaga vakillik qiladi, ma bir jumlaga vakillik qildi. 2 jumladan ortiq masalan programni ijro qilgan program buyruq bo'lib qolsa, cho'qim o'sha tirnoq ichiga yozishimiz kerak, tirnoq ichiga yozishimiz kerak. Sukutlik altida faqat o'zining keyingi tunji jumlalarni ijro qildi, bu tunji jumlalarni forna ijro jumlasi deb qaraydi. Forna ijro jumlasi deb qaraydi. Endi men Fordda aniqda bir misol olaylik. Fordda misollar qanday ishlatiladi degan joyda masalan Fordda biz bir oy masalan 0 dan masalan 1 dan boshlab 100 gacha bo'lgan sonlarningki yig'intisini topaqlay, 100 gacha bo'lgan sonlarning yig'intisini topaqlay. Buni ayniqsa matematik olim Gauss eng oddiy bir usul deb chiqqan, masalan 100 gacha bo'lgan ekan, men 100 ga teng, endi 100 dan kichikda Mananki har qitimda birini qo'shmay, buni qo'shmay. Endi men dapitim maniki qaraydigan bo'lsak, forniki aylanish qitim soni 100 bo'ldi, ma'noda aylanish qitim soni 100 qitim bo'ldi-da. 100 qitim bo'ldi. Har qitim mesela ay shunchunchi qitimlik aylanishni belgilaydi. Demak, bu ay birdan boshlab 100 gacha qimmat oldi degan so'z, birdan boshlab 100 gacha qimmat oldi degan so'z. Endi bizning navbat qilmoqchi bo'lgan ishimiz ay bo'lsa birdan boshlab 100 gacha qimmat oladi ekan. Endi navbat qilmoqchi bo'lgan ishimiz birdan boshlab 100 gacha bo'lgan sonlarni yig'indisi, 100 birdan boshlab 100 gacha bo'lgan sonlarni yig'indisi. Endi bu yig'in bo'lgan ekan, men qaraydigan bo'lsam, bu oyni har qitim bir ma'lum bir o'zgarguvchi miqdorga meni saqlab olsam, qo'shmasam masalan, bir qo'shilgan 2, masalan, bir qo'shilgan 2, qo'shilgan 3 degandek mujda saqlab olsam, masalan, eng oxirida men 100 ni qo'shsam, demak men birdan boshlab 100 gacha bo'lgan sonlarning yig'inisini topgan maqsadimga yetaman ekan. Demak, unda olsa men somga qo'shiman, masalan, somga har qitim qo'shiman aynida, masalan, aynida. Masalan, som 0 dan boshlandi. Birinchi qitim bo'lgan chaqda bu ay 1 birni 0 ga qo'shsak 1. Shunami? 1 bo'lgan ekan, buni somga berdi. Ikkinchi qitim ayni men program tugagandan keyin ayga birni qo'shdi. Birni qo'shgandan keyin ay 2 bo'ldi. Shartni tekshirdi. Shartni tekshirgandan keyin shart qurilgan. Unda olsa ayniqsa som 1 bayatdan 1. Unda olsa 1 ga 2 ni qo'shdi, mega. 1 ga 2 ni qo'shgandan keyin som 3 bo'ldi. Qara 1 ga 2 ni qo'shib, masalan, somga berdi, som 3 bo'ldi. Unda yana program tushdi, mega keldi, shartga 1 ni qo'shdi. Ay 3 oldu. 3 kelgandan keyin mesela 3 qaraydigan bo'lsa 300 dan kichik. Bayatdan 3 olganda 3 ni qo'shdi. Buniki hamda mesela 1 qo'shilgan 2, qo'shilgan 3, qo'shilgan 4 degandek mesela men oxirida qo'shilgan 100 chiqdi, bunda qo'shilgan 100 chiqdi. Tang qoida bo'yicha 50 chiqsa to'g'ri bo'ldi. Men nega endi sonni chiqirib qo'yay. Mana for k rayondagi mesela son tang Samtang buzilgan sami. Forniki hamda masalan forniki kodrayni qaya sonlar masalan forniki kodrayni mishagichlar. Musha matrnaqni qaraydigan bo'lsak, mush tirnaqni aytdim, mana forniki kodrayni mishagichlar. Bu if else'niki kodrayni o'xshash dedim, mana if else'niki kodrayni o'xshash dedim. Endi mana sonni chiqirib kirib qo'ylar bizga, chiqirib qo'ylar. Qaraydigan bo'lsak, son 50 chiqdi, bu to'g'ri chiqdi degan so'z, demak to'g'ri chiqdi degan so'z. Endi shunday qilib misollarni ko'paytirib ishlash orqali biz for masalan, men masalan mana ichiga men taqsonlarning yig'indisini topay, taqsonlarning yig'indisini topay, yoki bo'lmasa jubsonlarning yig'indisini topay, jubsonlarning yig'indisi yoki bo'lmasa taqsonlardan atlab o'tib ketadi, yoki bo'lmasa jubsonlardan atlab o'tib ketadi, jubsonlardan atlab o'tib ketadi. Endi o'sha jubsonniki masalan nimasini tepishni men oldin soat so'zlagan, 2 ga butun bo'lingan sonlar bo'lib qolsa jubson bo'lindi. Unda esa men continue deb mesela atlab o'tib ketay. Men hozir men taqsonlarning mesela 1, 3, 5, 7 degandek 2 butun bo'linmaydigan sonlar, mesela 9 degandek, mesela 99 degandek. Bularning qiymatini chiqargan biz hisoblab boqlaylik. Demak, bular hamda 100 dan boshlab
Mesela her iki sanın içinde bir suçraydı o demek ki. Her iki sanın içinde bir suçraydı. Demek bu mesela 100'den başlap 99'da 50 qitim suçraydı degan so'z, 50 qitim suçraydı degan so'z. Qaraydigan bo'lsak, 2500 ga 49 qitim suçraydi mana shu joqda. 49 qitim suçraydı degan. Demek bu mesela dayanqı 550'niki 20'dek çıktı ya, 20 çıktı. Nima ketsanlar axirda ishib qoldig'ini mesela 50. Nima? 50. Endi men qaraydigan bo'lsam, men continue qaraydigan bo'lsak, buniki ham shartga qaraydigan bo'lsak, buni har qitim jupsan uchirgan chog'da mishan programmani oyoqlashtiryapti-da. Oyoqlashtiryapti degan ekan, men bayatda men continue'niki alaylikimda bitkitim continue uchirgan zaman bu o'zi bevosita qaytib niye ketdi? Herkes makodrayni icra qilmaydi, o'zini kodrayni, tuvindagi kodrayni icra qilmaydi dedim. Men icra qilmaydi, menga bevosita ketdi. Demek bu haqiqatim jupsan uchirgan chog'da atlab o'tib ketdi jupsani. Endi men bundaq deyman, men shartni 100 gacha beray. Lekin meniki yig'indan ma'lum bir songa borgan chog'da men butun programmadan chekim chiqib ketay. Masalan, yig'indan meniki umumiy yig'insi masalan 3120 bo'lgan, 20 dan yuqori bo'lgan chog'da men programmadan chekim chiqib ketay. Programmadan chekim chiqib ketay biroq. Yig'inda masalan umum yig'inda 3120 dan cho'ng bo'lgan chog'da mesela programdan chekim chiqdi. Qaraydigan bo'lsak 3160 kana, 3120 yo'q ekan, 3160 kana, 3160 ekan. Qaraydigan bo'lsak, 3160 ekan. Demak, ma'vo qaraydigan bo'lsak, break deganimiz bu programdan biroq otlab chiqib ketdi, bu programdan biroq otlab chiqib ketdi. Demak, bizga eng yaqin sonni topadi degan so'z. En yakın son tepede diyorsunuz. Bu 3120 çıkışını atayım buna da. 3120 çıkışını atayım. Lekin ben yerde çoğun dedim. Çoğun deganligim uchun belki birinci qitim mesela 3120 mesela 60 ni yutib qolsa ya belki bu 3110 yoki bo'lmasa 3115 yoki bo'lmasa 3100 degandek bo'lishi mumkin. Ikkinchi qitim sonni 50 ga qo'shgan chog'da mesela yo 40 ni qo'shgan chog'da bu bevosita 3120 dan cho'ng chiqdi. Cho'ng chiqqan shu chog'da atlab o'tib ketdi. Endi nechinchi o'rinda atlab o'tib ketdi degan qanday bilmaydigan chog'da biz nega oyni chiqarib qo'yaylik. Oy tang oy ilingan 1 da, ya'ni nimishga birini ilib o'tmaydigan chog'da bu masalan qaraydigan bo'lsak, masalan sonni men qo'shib bo'ldi, masalan 3100 masalan chiqib bo'ldi deylik, masalan 3160 chiqib bo'ldi. Chiqib bo'lgandan keyin men bayatdan dedim, kodni masalan forniki kodlarni chiqib bo'lgandan keyin bu oyga birini qo'shib, bu shartni tekshirib andiki keldi, menga andiki keldi. Shuning uchun men oyni to'g'ri chiqarish uchun men birini ilib o'tdim, keyingi birini yondirib o'tdim degan so'z. Qaraydigan bo'lsak 79 gacha qo'shgan chog'da 3120 chiqar ekan. 3160 dan cho'ng son chiqar ekan. Buni ishonmaganlar jisanchida qo'shib boqsa bo'ladi, jisanchida qo'shib. Endi bugungi so'zlaydigan darslar asosiy qilmish for na ichida alayda muhim bo'lgan darslar break and continue, for break continue. Bularni endi davomli hisob tashlab, o'zi pishiqlab masalan birdan boshlab minggacha bo'lgan sonlarning ichidagi tub sonlarning yig'indisini deb berdisam, qanday qilib tub sonlarni deb chiqarib, yig'indisini deb chiqarib desa, masalan birdan boshlab yoki bo'lmasa 100 dan boshlab 200 gacha bo'lgan sonlarning tub sonlarning yig'indisini aytib, nechta tub son bor ekan degandek, masalan tub son bo'lsa, tub son deganimizdan alaylik matematikaga nimasi bo'lsa, bir va o'zidan boshqa songa butun bo'linmaydigan soni, bir va o'zidan boshqa songa butun bo'linmaydigan son degan so'z. Son deganimiz. Ammo shuni ham topshiriq shaklida ishlab olsin. Topshiriq shaklida ishlab olsin. Bugungi darsimiz bu